tijoratchilik kasbi haqida bir qancha hadislar bor. Bu hadislarga to'xtalib o'tamiz. Tijoratchi agar halol bo'lsa, rostgo'y bo'ladigan bo'lsa, u qiyomat kunida nabiylar bilan birga bo'ladi. Payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "At-tajiru as-saduqul aminu ma'an nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada." Rostgo'y, omonatdor savdogarlar jannatda nabiylar, siddiqlar va shahidlar bilan birga bo'ladi dedilar. Imom Tirmiziy rivoyat. Boshqa bir hadisda agar tijoratchi xoin bo'lsa, jahannamiy bo'lishligi to'g'risida hadis bor. Omonatdorlikni bitta ko'rinishini aytaman. Bir tijoratchi mahsulot sotyapti. Mahsulotini ichida yoki odamni ko'zi tushmaydigan joyida, tagida nuqson bor, kamchiligi bor, aybi bor. Mana shuni ko'rsatmasdan, aytmasdan sotgan tijoratchi omonatdor tijoratchi bo'lmaydi, xoin tijoratchi bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madina bozorlarida yurganlarida bir savdogar don sotib turgan ekan, bug'doy sotib turgan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qo'llarini tiqib bug'doyning eng past qismidan bir havj bug'doyni chiqarib qarasalar, bug'doy nam. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu nimasi dedilar. Haligi inson bug'doyni yomg'irda qolganini aytdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki: "Man g'ashsha falaysa minna." Kim aldasa bizdan emas dedilar.